Salom hammaga do'stlar, bugun sizlar bilan mana bunday futbolchilar olish o'yinini o'ynaymiz. Do'stlar, qani let's go. Birinchi biz tezligimizni kuchaytirib olamiz. Kuchaytirib olamiz deb keyin ketdi. Birinchi bo'lib oddiy futbolchilardan boshlaymiz. Bizga birinchi kim kerak bo'ladi? Oy do'stlar. Bu yerda biz qaysi birini olaylik do'stlar? Qaysi birini olaylik? Shuni olaylikmi? Kelinglar shuni olamiz. Do'stlar, do'stlar juda ham ko'p kelyapti. Qani let's go. Unda buni borib qo'yamiz. Do'stlar, biz pulimizni ko'paytirganimizdan keyin biz tezligimizni ham oshiramiz. Do'stlar, mana bu ko'paytirgan bo'ldi ketdi. Bizni joy qaysi? Mana bizni joy do'stlar. Endi bu yerga qo'yamiz. Mana do'stlar, endi bizga juda ham pullar beryapti. Biz bunday pullarni tezlik olishga ishlatamiz. Chunki tezligimiz ko'paysa oxirgidagi nima futbolchilarni ham olamiz. Keyin biz do'stlar juda Cristiano Ronaldo'ni olamiz. Do'stlar, birinchi maqsadim shu Cristiano Ronaldo'ni olish do'stlar. Bo'ldi do'stlar, endi spidimizni kuchaytirib yanada oxirroqqa borishga harakat qilaman. Spidimiz 29 ga chiqdi. 30 ga chiqarib olamiz do'stlar. 30 ga chiqarib 31 ga ham yetarkan. Bo'ldi, ketdik. 31 da yugurib turamiz da keyin do'stlar Haaland bizga kerak emas. Ya do'stlar, hard kelyapti. Do'stlar, o'lib qoldim. Hozir men yorin qilagan do'stlar. Kerak emas mayli. Ketdi. Yana kelyapti. Do'stlar, juda ham ko'p kelyapti. Bizni o'ldirib ketyapti. Yana kelyapti do'stlar. Mayli, mana bu yerda do'stlar 44 ming pulni olamizda. Tezligimizni yana kuchaytirib bo'ldi. Yana bitta olaylik. 37 qilib olamiz. 37 yetmadi, yana bitta olamiz. 37 qilib oldik, endi ketdi do'stlar. Yana brati tez yugurishni qaranglar do'stlar. Biz ham shunaqa tezlikka chiqamiz. Ketdi. Yo'q, yetib ola olmayman. Do'stlar, yana urib ketyapti meni. Umuman pul to'lamayapman. Mayli, men shu yerdagi haligi Haalandni olaveramiz. Mana ketdim. Sal uzoqroqqa boradigan edimda do'stlar. Do'stlar. Yana o'lib qolyapti. O'lib qolaman do'stlar. Do'stlar. Do'stlar, ana brati shuni qaranglar. Mana bu yoqqa mana 9 olamiz. Yana ketdi.
Do'stlar, mana shu $900 bizga yetadi. Bu bizga emasdi. Do'stlar, bir pullarni qaranglar. 20 million rival. Do'stlar, 8 million. Tamam. Evet do'stlar. Endi pullarni qo'yib, yana terligimizga ketiramiz. Do'stlar, endi tezroq hop qo'yamiz. Terligimizga ketiramiz. Do'stlar, biz endi yo'q. Yana bitta futbol chaqiramiz. Endi kuchliroq futbol chalishga harakat qilaman do'stlar. Mana brat bilan teng yuguribman do'stlar. Juda omoz qolgandi. Mana do'stlar, mana shuni ketdim. Kim ekan umiddaman. Tezroq do'stlar, mana bir tushib olamiz. Bo'ldi. Ketdim. Slovdan salgina sekinroq yugurib yotibman xolos do'stlar. Salgina. Ana do'stlar, 22. Daha to'plamiz. Agar pullarim 1 millionga chiqsa do'stlar, juda ham zo'r bo'ladi. Yana bitta futbol chaptiramiz. Yana bitta futbol chaptiramiz do'stlar. Qoch. O'lib qolyapman do'stlar. Nima uchun o'lib qolyapman? Ovozim past chiqib turganda shu do'stlar. Do'stlar. Baribir o'ldim do'stlar. Do'stlar. O'ldi ketdi. Yurishimizni qaranglar do'stlar. Do'stlar, bizga kerak emas ketdi. Do'stlar, yugurmay qoldim. Do'stlar, o'ldirib ketdi. Mayli, endi mana bu pullarimiz bor. Do'stlar, o'zi mana bu 1 million bo'ldi. Do'stlar. Endi tezligimizni kuchaytiramiz. Do'stlar, juda ham tez yuguribmiz endi. Endi bemalol oxirgilarga bora olamiz. Do'stlar, endi juda ham do'stlar. Mana bu slovdan endi biz do'stlar tez yuguramiz. Bu slov endi biz uchun hech kim. Do'stlar, baribir o'ldim. Do'stlar. Ketdim. Bir millionlik futbol chalamiz. Kaka do'stlar. Kakasiga kerak emas. Do'stlar, ko'zlarimiz juda ham oz qolgan.
Ay Slov'dan keyin Cristiano olamiz do'stlar. Kelinglar. Cristiano. Ay. Bu yerda Messi bor ekan. O do'stlar Cristiano. Ketdi u. Goat oldi do'stlar, goat. Arkada hech kim kelmayapti degan umiddaman. Baribir Slovga yetolmaydi do'stlar. O do'stlar, bizda Cristiano bor. Ishqib hard kelib qolmasa bo'ldi do'stlar. Bolla o'tib oldik. Endi Cristiano'ni qo'yamiz. Oy do'stlar, pulni qaranglar. 3 milyon. 11 milyon. On 9 milyon olsun. Tezligimizni bemalol yetira olamiz. 70 bo'ldi do'stlar. O do'stlar, juda tez yuguryapmiz. 70 ga chiqdik do'stlar. Endi u oxiriga boramiz do'stlar. U yerda oxiri Kylian Mbappe bo'lishi mumkin. Ketdi. Ay do'stlar, ulgurib qoldim. Do'stlar bo'lmasa. Do'stlar juda ham ko'p kelyapti. Oldi ketdi. Ketdi. Do'stlar, mana futbolchilar 3 milyon Neymar. Cristiano do'stlar. Cristiano Ronaldo do'stlar. 3 milyon 800. Ketdi do'stlar. Cristiano Ronaldo. Biz endi boymiz do'stlar. Ay do'stlar, hard kelib qoldi. Men ko'rmagandim do'stlar. Mayli. Cristiano qo'ldan boy berdi. Tezligimizni kuchaytiramiz. Bu do'stlar 81 ga chiqdik. Oy do'stlar, tez yurishimiz kerak. Baribir ketdi. Mana shunday yuguramiz. Oy do'stlar, 81 da tez yugurishimiz kerak. Mana shu yerda to'xta. Do'stlar, hard kelyapti. Ketdi. Do'stlar, o'zimni boshqarmayapman tezligimda. Oy. Hop. Do'stlar, bu yerda Cristiano bor. Bu yerda Gabriel. Do'stlar, nariga tarafga o'tamiz. Bu yerda kim bor? Oy do'stlar, Vinicius. Do'stlar, Vinicius qo'ldan boy berdim. 7 milyon edi. Do'stlar, 7 milyonni qo'ldan boy berdik. Do'stlar, naqadar tez yuguribdi. Ketdi. Do'stlar, sal qoldi. Hoppa. Do'stlar, yana boramiz. Viniciusni yana olib kelamiz. Do'stlar, hard o'tib ketdi. Endi ham Viniciusni olib kelaman. Do'stlar. Ketdi. Bu yerda kim bor bizga?
Oy do'stlar. Ay qoch. Do'stlar hard kelib turgan ekan. Ketdi. Bu yerda kim bor? Uy do'stlar 7 million. Do'stlar sakrab oldim. Mana bu yerda 6 million ham turgan ekan. Do'stlar. Mana bu pullarimni olaylikda tezligimni yana kuchaytiramiz. Do'stlar, tezligimni qaranglar. O'zimni boshqara olmayapman hatto. Ketdim. Mana bittadan 10 talik kuchaytiraman. Do'stlar, 10 talik. 5 talikka pulni to'kam. Kira 5 talik bo'lsa. Talik qurol. Oy do'stlar. Tezligimni qaranglar. Endi ham boraman. Do'stlar, sizlar bilan bugun men bo'ldim, Islomjon. Bugungi videoda like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar do'stlar. Sizlar bilan mana Cristiano ham oldik do'stlar. Sizlarga videolar yoqqan bo'lsa like va obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar. Do'stlar, chao kakao.